Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida Saycheroz mahallasida yashovchi Hamdamov Abdullohman. Asadov Said Akbardan 85 millionga Nexia 1 rusumli Nexia olgan edim. Boshidan 20 million so'm pul bergan edim, 15 million so'm qolgan edi. 1 yildan keyin dogovor bo'lgan edi, 15 million berish. Keyin Asadov Said Akbar menga doверенность berish kerak edi, bergani yo'q. Keyin GAI xodimlari bozor ichiga ushladi. Obor yopdi. Keyin uning ichiga narsalarim bor edi, olib chiqishga unaqa qilganim yo'q. GAI xodimlari bilan chiqib ketdim. Ichiga 26 million pulim bor edi, kartam bor edi, ID kartam bor edi, uyda kaliti bor edi. Keyin men GAI xodimlari obor yopdi, keyin men chiqib ketdim. Shu bilan Said Akbar olib chiqib ketgan men nomimdan. Kechga bordim, yo'q ekanda. Keyin men 102 ga murojaat qildim. 102 keyin ish ko'rib chiqiladi dedi. Ko'rib chiqilgani yo'q. Keyin hammaga unaqa qildim. Keyin tergovchiga o'tkazildi. Tergovchi ham ko'rgani yo'q. O'zimiz bir marta yopdi. Keyin ikkinchi marta yana ochildi. O'shanga ham ko'rgani yo'q. Keyin blogerga murojaat qildik, Otabek akaga. Mana Otabek aka keldi. 228 birinchi qismi bilan ochildi. Bugun dam olish kuniga qaramasdan nachalik militsiyani o'zlari tergov bo'limi boshlig'iga topshirdi ishimizni. Hurmatli tomoshabinlar, biz bugun Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidamiz. Sariosiyo tumanida bugun dam olish kuniga qaramasdan turib fuqaroning murojaati bor edi. O'sha murojaat asosida biz Surxondaryoga keldik. Sariosiyoda ichki ishlar boshlig'i mana bugun fuqaroni kutib olib, vajlarini o'rganib, shu holat bo'yicha mana jinoiy ish qo'zg'atib berib, hozir shu holatni tergov bo'linmasiga topshirdi. Buning uchun alohida ichki ishlar xodimlariga va ichki ishlar xodimlari rahbarlariga alohida tashakkur deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.